Bolalikdagi ta'mni eslatuvchi mazali vatrushka bulchkasini tayyorlaymiz. To'liq retsepti opisaniyada yozib qoldiraman. Idishimizga tuxumimizni chaqamiz, ustidan shakarni solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Iliq sut solamiz, dro'jji solamiz va o'simlik yog'ini solib, yana bir aralashtiramiz. Ketidan keraklicha un solib, yumshoqqina qo'lga yopishmaydigan xamir qoramiz. Ustini yopib, issiq joyga 1 soatga oshirishga yuboramiz. Bu orada nachinkasini tayyorlab olamiz. Men Pure Milk'ni tvoroglardan foydalandim. Tvorogimizni solamiz, ustidan shakar, bitta tuxumni oqi, Pure Milk'ni smetanasidan solamiz, yanada mazali ta'm bo'lishi uchun. Yaxshilab aralashtirib olamiz. Nachinkamiz tayyor. Xamirimiz oshib chiqdi. Endi xamirimizni shunaqa zuvalachalarga bo'lib olamiz. Listlarimizga terib olamiz. Tayyor zuvalalarimizni ustidan stakan yordamida shunaqa botirib chiqib, dumaloq shakl berib olamiz. Teshik joyiga tvorogli nachinkamizdan solib, ustidan tuxum sarig'ini suramiz va duxovkaga 20-25 minutga pishirishga yuboramiz. 25 daqiqadan keyin bulchkalarimiz shunaqa qizarib, chiroyli bo'lib pishib chiqadi. Chetlariga sirop tayyorlab shakar bilan surib chiqsanglar yanada mazali bo'ladi. Nachinkasini xohishingizga ko'ra tayyorlasanglar bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa saqlangiz qilib like bosib qo'ysanglar juda ham xursand bo'laman. Albatta tayyorlab ko'ring, chunki juda ham mazali bo'lib chiqadi.